Assalomu alaykum aziz do'stlar, obunachilar. Xudo xohlasa yana bir yangi obyektimizni boshlab oldik. Tomga penalonboz qo'yish xizmati. Hozirgi bu obyektimiz ham Andijon viloyatida bo'ldi. Videoni oxirigacha ko'rishni tavsiya qilamiz. Video davomida batafsil ma'lumotlar berib o'tamiz. Bizni qo'llab-quvvatlab turasizlar, like'lab bosib, barchaga rahmat. Ana do'stlar, manzilimizga ham yetib oldik. Aytib o'tganimizdek, bu obyektimiz ham Andijonda bo'ldi. Shu 100 kvadrat atrofi joyimiz bor. Hozirgi bu obyektimizga ham loy suvoq ustidan 7 sm qilib qo'yib beradigan bo'lganmiz. Mana gipslarimiz ham yetib keldi. Yuklar tosh jarayonidamiz hozir bir qator. Shu yuklarimizni tomga olib, zakatopkalarda qo'yishni boshlayveramiz. Bu gips bo'ladi. Asosiy mahsulotimiz shu bo'ladi. Bir qop 35 kilo chiqadi. Mana shu joyini olamiz endi gipslarimiz. Mana olish jarayonlarini boshlab oldik. Tal yordamida pastdan 2 kishi totaveradi. Tevadan mana bir kishi olib sekin kerakli joylariga xalaqit bermaydigan qilib qo'yib boraveradi. Penalonbozimizni asosan loy suvoqlarni o'rniga qo'yib kelamiz yoki bo'lmasa mana shunaqa ko'rib turganlaring eski loy bosilgan, yorilib ketganlar ustiga ham qo'yib bersak bo'laveradi. Effektini bilinadi, 100% darajada izolyatsiyani ushaveradi. Shunaqa eski loy suvoqlarni ustiga 7-10 sm gacha qilib qo'yib beryapmiz. Yangi uylar bo'lsa vassali shilibkalar ustiga 10-15 sm gacha qilib qo'ysak bo'laveradi. Chunki vazni unchalik bilinmaydi, og'irligi loy suvoqdan 2 barobar yengil bo'ladi. Do'stlar, mana quyish jarayonini ham boshlab oldik. Xo'p, mahsulotimiz tarkibi haqida qisqaroq ma'lumot berib o'tamiz. Gips bo'ladi, sement bo'ladi, penasi bo'ladi. Ko'rib turganlaringiz shu penas qo'shiladi. Shularning aralashmasi bir boshdan quyib borilaveradi. Boshida ozroq qo'yiq holatda qilib quyiladi. Kerak joylarni yamab bir qator kerakli oqaydigan joylarni yamab olingandan so'ng ustidan keyin suyuq holatda ustun razmeri chiqquncha quyib borilaveradi. O'zi mana ko'rib turibsizlar, mana suyuq bo'ladi. Bu mahsulotimiz suyuqlikni hisobiga o'zi past baland joyga oqib borib ham razmeri ham chiqaveradi, shunda uryini ham chiqaveradi. Buni quyganimizdan so'ng uzag'i 10 minut ichida qatiyda ustida bemalol yursa bo'laveradi. Faqat o'zini toza holatda qurib ketishiga shu 1 oy, 1,5 oy vaqt kerak bo'ladi. 1 oy, 1,5 oy vaqt ichida yana ham qurib, mustahkamlashib qatib ketadi. Mana shunday holatda quyib borilaveradi bu mahsulotimiz. Mana ko'rib turibsizlar. Mana quyildi, uzag'i 10 minut ichida qatiyda ustida bemalol yursa bo'laveradi. Bir xil joylar tomlari bir tomon past qilishyapti. Shunaqa joylarga misol to'sin tashlab vassali shilibkalarni qoqib berilsa, biz ustidan quyib beramizda, ertasidan tom ustalari ham chiqib, bemalol ustida yurib tomlarni bitirib ishini bajaraveradi. Hozir mana ko'rib turibsizlar, bu holat ham yaxshi zo'r holatda ketyapti, quyilyapti, qattiqligi ham zo'r, mana oyoqlari chiqqani yo'q. Ustida mana bemalol yurilibdi. 1 tonnali, 2 tonnali suv bachularingizni ham olib chiqib bemalol qo'yaverasiz. Elektr ishlari yoki santexnik ishlar, montaj ishlarini ham ustida yurib bemalol bajaraverasiz. Xudo xolasa yaxshi zo'r holatda chiqyapti, yorilmayapti. Qanday qo'ygan bo'lsa shunday holatda turibdi. Do'stlar, mana bu obyektimizni ham qo'yib tugatdik, qo'ldan chiqarib oldik. Uyda egalari ham qabul qilishib oldi, yoqdi. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, ekranda nomer qoldiramiz, telefon qilaverasizlar. Xizmatlarimiz O'zbekiston bo'ylab sifatli, mustahkam qilib qo'yib beramiz. Ushbu videomiz kimgadir manzur bo'lgan bo'lsa, bittadan like'lab bosib basizlar. Barchaga rahmat.